Shohjahon hozirgi kunda trendda bo'layotgan mana shu partiyalarni Surxondaryoga birinchi bo'lib o'zim olib kiryapman. Даже o'zlaringiz ham qolmadi. Hammasini tagi bilan oldim. Shunaqaki, hozir o'zimizda ham top bo'lmayapti bu partiyalarimizni. Asosiy hozir Xorazm Erotopamizda bor. Ular trendga chiqarib olganlar bu partiyalarni ko'rishingiz mumkin. Hozir surxondaryolik tikuvchilarimizga maslahatim ansor pardalardan olsanglar bo'ladi hozir. Chunki bizning o'zimizda ham bir ikkita ranglar tugab qolgan. Shokir akamda почти hamma rangini o'zi olib qo'ydilar bu tomonda. Ko'rishingiz mumkin. Chevar opalarimizga bemalol Shokir akamdan xarid qilsanglar bo'ladi. Ertaga bemalol biz do'konimizga kelsalaringiz mana shunaqa yangiliklar bo'ladi. Surxondaryoni xohlagan joylaridan ko'rishlaringiz mumkin. Men postoyanno zarin pardalarni aytganim sababi zarin pardalarda sifat birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun ham O'zbekiston bo'yicha bunaqa do'kon yo'q. O'shaning uchun ham tanlovim nimagaki o'zimning klientlarimga faqat sifatli narsalarni tavsiya qilganim uchun o'zimga ravo ko'rganni sizlarga ham ravo ko'raman. O'shaning uchun ko'p eshitgandan ko'ra, ming bor eshitgandan ko'ra bir bor ko'rgan yaxshi deydi. Ansor pardalar salonida sizlarni kutib qolamiz. Ansor pardalar saloni xalq tanlovi. Tanlovda adashmanglar. Bemalol kelaveringlar.